Siz meni tanib turgan inson yakshanba kuni videoyim chiqadi deb rosa qo'rqdingiz, shanba kunlari uydan Toshkentdan ham chiqib ketgandirsiz. Mana shu zararli, zaharli narsalarni sotishdan to'xtamas ekansiz, keyingi videoda aniq chiqadi. Aniq chiqqanda bitta sizniki emas, o'shani o'rtoq oyog'niki ham videosi chiqadi. Ha, akam, men o'sib turgan narsalarni o'sha narsa deb o'ylab olsiz shekilli, bu narsa emas lekin. Bu 3-4 oyda o'sgandan keyin foyda beradigan, insonning sog'lig'iga zararli bo'lmaydigan, foydali bo'ladigan har xil zelen ukrop kashnitchilar bo'ladi. Aka, mana shunaqa har xil zaharli, zararli narsalarni sotishni, masterga, tropikan, zardex, mifadrom, har xil issiq narsalarni sotishdan to'xtamadingizmi? Palon pulga sizlarga foydali bo'lsin deb, palon pulga videolar qildiryapman, har xil xarajatlar qilib. Sizlar hali ham bu narsani tashlamadinglar. Sog'lig'ingiz ketadi. Keyin bora-bora oilangiz ham tashab ketadi. O'rtoqlaringiz ham tashab ketadi. Birinchi o'chirda yoningizda yurganlarni o'zi sizni sotadi agar siz sotishni to'xtatmasangiz. Ha, aytgancha, yoningizda yurgan birinchi bo'lib yurgan bu nafsiga qullar, oyoqlarni, kuryerlarni to'xtating, o'shalar bilan atnashinglar. Birinchi bo'lib yoningizdagi o'rtoqlaringiz bilan salom alayni to'xtating bu narkomanlar bilan. Birinchi o'chirda eng foydali narsa sizga maslahatim. Birinchi o'chirda shu. Mana shu narkoman o'rtoqlaringizni to'xtatasiz, shu bilan ishlaringiz ham yaxshi bo'lib ketib qoladi. Sizga birinchi beradigan maslahatim. Siz meni tanib turgan inson yakshanba kuni videoyim chiqadi deb rosa qo'rqdingiz, shanba kunlari uydan Toshkentdan ham chiqib ketgandirsiz. Mana shu zararli, zaharli narsalarni sotishdan to'xtamas ekansiz, keyingi videoda aniq chiqadi. Aniq chiqqanda bitta sizniki emas, o'shani o'rtoq oyog'niki ham videosi chiqadi. Kallasi katta kalboshlar, tayinlab turinglar.